Salom obunachilar. Ishlaringiz yaxshimi? Ishlar bo'lyaptimi? Ahvollaringiz qalay? Bugun sizlar bilan men yana Turbo Crafting. Bugun sizlar bilan biz kechirasizlar, ozgina kesaldim. Sizlar bilan biz Livepod serverida Survival mod o'ynashni o'rganamiz va qanday tez rivojlanishni va shunga o'xshash boshqa nastroykalarni ham o'rganib chiqamiz. Buni albatta Telegram kanalimga aytgandim shunaqa video qilishni va mana shunaqa video qilib turibman. Va ba'zi obunachilar aytgandek, ya'ni do'stlarim Telegramda jonli efir qilganda ovozingiz bilan qiling deyishgandi. Buning afsuski uncha iloji yo'qligi sababli boshqa paytlari qilamiz. Albatta qilamiz, lekin ancha vaqtdan keyin. Hali vaqti kelgani yo'q. Albatta uni sabablari bor. Sabablarini esa so'ramaysizlar degan umiddaman. Qani bo'lsa videoni boshladik. Obunachilar, mana serverga ham kirib oldik. Endi biz serverni bosh qismidagi rejimlar, o'yinlar va shunga o'xshash boshqa narsalar haqida batafsil men aytib beraman. Xo'sh, birinchi biz mana shu o'yin haqida gaplashsak. Bundan ham oldin mana shu parkour haqida gaplashsak. Bu parkour serverda odamlar zerikmasligi uchun qo'yilgan. Va bunda ko'rayotganingizdek, ko'plab odamlar parkour qilishyapti. Keyingisi Livepod City rejimi. Hozirda 60 ta odam o'ynayapti ekan. Bu rejimda Livepod serverini yaratgan odamlarning o'zini quruvchilik mahoratlarini sinashgan. Ya'ni qurilgan barcha binolar nimalarni qo'shgan. Bu yerda siz shahar aylanishingiz mumkin. Turli xil binolar ko'rishingiz mumkin. Va Survival Games. Bunda siz albatta yozib bo'lgandek yashab qolishingiz va boshqa playerlar bilan jang qilishingiz kerak bo'ladi. Va keyingisi Zombie Apocalypse. Zombie Apocalypse'da siz zombilar bilan olishib bitta kartada kiritadi. O'sha kartada ko'plab 8 ta odamlar bilan o'zingizda 8 ta jamoadagi odamlar beriladi, playerlar, o'yinchilar. O'shalar bilan tirik qolishingiz kerak. Va yo'lda zombilarni turli xillarni o'ldirishingiz ham mumkin. Va bu Skywars. Skywarsda siz 1 kishilik, 2 kishilik rejimlar ham bor. Skywarsda siz turli xil orolchalarda paydo bo'la olasiz. Mana hozir ko'rsataman. Mana kirganimdan boshlanib ketdi. Mana shu yerda kuchxonasi bo'ladi. Mana parkurlar ham bor. Va siz turli xil, bu faqatgina bunaqa emas, balki turli xil kartalarda spawn bo'lasiz. Va kartalarda asosiy maqsad orolchalarda tirik qolish. Va ba'zi juda ham tajribali playerlar. Xo'sh, buni tushunib oldik. Endi keyinga o'yitib olay. Ana. Endi esa keyingi rejimni tanishtirishga o'taman. Xo'sh, keyingi rejim bu Lava Survival. Lava Survivalda siz lavali orolchaga tushasiz. Orolcha emas, kartaga tushasiz. Va bu yerda siz lava toshguncha 100 ta player bilan jang qilishingiz kerak bo'ladi. Bu ham menga juda ham yoqadi. Xo'sh, bu esa Bedwars. Bedwars hamma bilsa kerak. Buni tushuntirib o'tirmaymiz. Va biz nihoyat eng bu serverda ko'p o'ylanadigan joy Survival mod. Survival modni hali albatta o'zim tushuntiraman hozir. Boshqalarini esa tushuntirmasam bo'ladi. Bular oson, o'zi deysiz o'yinlar-ku. Xo'sh. Survival modga kirib olamiz. Xo'sh, Survival modni tushuntirib o'tadigan bo'lsam. Survival modda siz turli xil kartalarda spawn bo'lasiz. Bu yerda narx mana ko'rib turganingizdek 100 ta karta bo'ladi. Men hozir CM 84-kartadaman. Bu yerda ko'rganingizdek simidan simiga tipi qilsa bo'ladi. Va siz o'yinga birinchi kirganingizda tushunmasligingiz mumkin. Qanday o'ynash kerak, Survival modda nimalar qilsa bo'ladi. Ko'rganingizdek hozir bu yerda karta juda ham buzilib ketgan. Ya'ni bu yerga xohlagan odamlar kirib o'ynashadi va kartani juda ham buzib tashlashadi. Lekin mana shuni 2020-yildan boshlab CMlar tashkil etilgan. Ungacha esa bitta dona kartada sarf qilishgan. Bu yomon taraflari bitta kartada juda ham ko'p odam va yildan-yilga serverda o'ynovchilar soni ko'paygani uchun server to'lib ketgan va uni CMlarga ajratishgan va bularning CMlarning soni 101 Voyna 100 deb adashibman, kechirasizlar. Xo'sh. Bu CMPga birinchi kirganingizda, CMP emas, CMga kirganingizda
nimalar qilish kerak? Masalan, bu CM har 15 kunda yangilanadi, ya'ni yarim oyda. Bu yerga siz birinchi kirib qiladi ishingiz. Bu yerda almazlar juda ham tez chiqadi. Shuning uchun almazlarni juda ham tez topishingiz mumkin. Masalan, har 10 ta blokda yoki 5 ta blokda almazni uchratishingiz mumkin yoki undan ham kamroq. Ba'zi CMlarda esa, worldlarda esa ular soni katta bo'lishi mumkin va ularda redstone ko'p bo'ladi. Ba'zida redstonelar juda ham kam bo'ladi, lekin redstonelardan foydalanish juda ham qiyin. Xo'sh, keyin o'zi gap ham topolmay qoldim gapirishga, videoni to'xtatib turay. Okay. Obunachilar, serverga kirishni o'rgatamiz. Bu telefonga o'zi mo'ljallangan Lifebot Bedrock versiyadan kiriladi. Kompyuterdan ham o'ynasa bo'ladi, faqat Bedrock versiyani yuklash kerak. Xo'sh, bizlar internetni yoqib olamiz va aytgancha, siz albatta Microsoft Minecraft akkauntingiz bo'lishi kerak. Akkaunt bo'lmasa kira olmaysiz. Bu eng katta xatolik bo'lardi agar siz akkauntsiz kirsangiz, ahmoqlik bo'lardi. Va biz bu yerdan Friends World'dan serverga kiramiz. Server bo'limida juda ham ko'p serverlar bor va bu yerda Survival Mod nomli serverga kiramiz. Lifebot. Qanday tentakman ha? Adashib ketayotganim uchun uzr. Xo'sh, biz hozir kirib olamiz, videoni to'xtatib turaman. O'yinda mana shunday zagruskalar ham bo'ladi. Zagruska internet yaxshi bo'lmagan payti uzoq davom etishi mumkin. Shuning uchun internet yaxshi paytda o'ynashingiz kerak. Xo'sh, Survival modga kirib olamiz. Mana Survival modga ham kirib oldik. Endi biz qayerda to'xtagandik? Survival modga kirdik va siz rivojlandingiz. Va sizga hozir mana topdik. Har nima qilganda 1 soatda worldda 20 ta sandiq paydo bo'ladi va ular yer yuzida paydo bo'ladi va ular daraxtlarni ustlarida ham paydo bo'lishi mumkin. Sandiqqa kiramiz va worldda resurslar kamligi uchun buni o'yin yaratuvchilar qo'ygan. Bu yerda bloklar, taxta va shunga o'xshash noyob resurslarni topishingiz mumkin. Va siz bu resurslar yordamida quruvchilik qilishingiz mumkin, PvP mahoratingizni sinashingiz mumkin. Albatta bundan oldin Lifebotda o'ynab ko'rsatganman, lekin uni qanday o'ynashni ko'rsatmaganman. Albatta men serverda o'zbeklarni kam uchratganman. Agar siz bemalol kirib o'ynasangiz, biz o'ynashimiz mumkin. Va do'stlaringiz bilan qanday o'ynashingiz mumkin. Masalan, siz mana shu o'yinda hozir mana 5 ta player bor ekan, men bilan hisoblaganda ularga teleport qilishingiz mumkin. Va bu yerda Survival Mod nomli kitobcha bor. Mana uni ko'rishingiz mumkin, mana shu kitobcha. Va uni bosasiz. Bu yerda karta, mana bu simi selektor degan şey bor. Bu yerda simidan simiga o'ynayotgandek teleport qila olasiz. Va bu yerda yana teleport, eng muhimini ko'rsataman, va respawn degan şey bor. Buni respawnni bossangiz, qayerda o'lsangiz ham, mana hozir ko'rsataman, o'lsangiz ham mana shu joyda paydo bo'laverasiz. Mana balandroq joyga chiqib olamiz. Mana balandroq joyda ham manzara zo'r ekan, chiqib oldik. Endi bu yerdan sakraymiz. Cho'q. Ana o'ldik va biz respawnda paydo bo'ldik. Bu yerda oddiy worldga o'xshab yotoqqa spawn qo'ya olmaysiz. Shuning uchun mana shuni foydalansangiz bo'ladi. Respawn har 300 sekundda qo'yiladi, 300 soniyada qo'yiladi. Bu daqiqa hisoblaganda qancha bilmayman. O'zlaringiz hisoblaringiz kerak bo'lsa. What? Bro, what are you talking about? Biz videoni davom ettiramiz. Xo'sh, keyin biz tipi qila olamiz dedingiz. Dedim. Survival modda yana qanaqa rejimlar bor? Xo'sh, bu yerda backpack degan joyi bo'lishi kerak edi. Backpack mana neft degan joyda turibdi. Backpack bizga nimalar bera oladi? Men o'zim shaxsan backpack ishlatib ko'rmaganman, chunki u pullik. Lekin backpack nimalar qila oladi? Agar siz backpackni olsangiz, u pullik kartarangizni kiritishingiz kerak va uning narxi 20,000 so'm, o'zbek so'mida. Xo'sh, backpackni olish uchun mana shuga bosamiz. Uning narxini ham aytdim. U nimalar qila oladi? Xo'sh, backpack masalan o'lsangiz, narsalaringiz sizda tushib qoladi oddiy worldda. Bu yerda esa yo'q. Narsalaringiz backpackga ichiga solsangiz turaveradi. Xo'sh, backpackni tushundik, respawn tushundik, spawnni va teleport eng muhimi. Bu yerda settings bo'limida teleportni boshqarishingiz mumkin va teleportga kirganingizda teleport degan joyga bosasiz. Va bu yerda
komand kiritilmasdan kimgadir tipa qilishingiz mumkin. Mana shu playerga masalan hozir tipa qilib ko'ramiz. Mana tipa qildik. Bu rivojlangan playerlar ekan. Mana shunday o'yinda xatoliklar ham bo'lib turadi, ya'ni baklar. Bu baklar qanday baklar? Masalan, ana o'ldirishdi meni. Bu tabiiy hol, o'zi har doim o'lib qolaveraman. Boshqa simaga telpa qilaydi. Qorong'ida siz videoni yaxshi ko'ra olmaysiz, obunachilar. Mana boshqa sim game o'tib oldik. Bu yerda hali kunduz ekan. Xo'sh, bu simda quyon. Xo'sh, bu yerda men albatta juda ham kuchli rivojlanganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Va bizda Sugar Cane ham bor. Serverda har 15 kunda yangilanganda server yangi holga keladi. U qachon yangilanishini esa mana bu yerdan komand yordamida berishingiz mumkin. Bu yerga yozasiz. Mana shu belgini qo'yamiz va server time deb yozamiz inglizchasiga. Va sizga qachon server yangilashini ko'rsatib beradi. Hozir 2 kun 8 soat 21 minutdan keyin yangilanadi deyapti. 2 kundan keyin yangilanadi hozirda. Va siz har 15 kunda yangilanishni ko'rishingiz mumkin. Va har worldga kirganingizda rivojlanishda nimalar qilish kerakligini o'rgataman hozir. Har rivojlanganda suv yoqalarda sugar cane, ya'ni shakar qamish o'sadi. Shakar qamishni hammadan birinchi playerlardan olib qo'yishingiz kerak. Bu ham juda ham kamyob resurs bo'lib, sizga enchanted table, ya'ni mana bunaqa bookshelflar yasashingizga yordam beradi. Mana shunaqa bookshelflar. Xo'sh. Yana sugar cane damlamalar tayyorlashingizga ham yordam beradi. Va ikkinchi qism, ya'ni siz ikkinchi bo'lib Netherga borib prezentlarni olishingiz kerak bo'ladi. O'zi server kirganingizda tushunib olasiz. Men ham o'zim kirib tushunib o'ynaganman birinchi. Unchalik tushunmasangiz yana video qiling deng. Men yana ham rivojlanish videosini qilib berishim mumkin. Albatta men unaqa video chiqarishga vaqtim bo'lmaydi. Shuning uchun boshqa shunaqa so'rin mod o'ynaydigan youtuberlardan o'rganishingiz mumkin. Masalan, YouTube'ga yozasiz Zialoe deb aniqlash kerak. Mana shu eng katta youtuber so'rin modda rivojlanish videolari bor. Shaxsan men ham o'sha blogerga fanatiman. Xo'sh, keyin yana nimalar qilish kerak? Rivojlanishni o'rgatdim. Keyin bizlar nimalar ishdan chiqardik? Xo'sh. Obunachilar, yana nimani o'rganishimiz kerak? Xo'sh, men o'rgatishim kerak. Yana hakkerlar haqida gaplashsak, ya'ni cheaterlar serverda juda ham ko'p va ular haklarni qo'llashadi. Haklar esa men hozir videoda ko'rsataman. O'sha yerda haklar qilishni o'rganishingiz mumkin. O'rgana olmaysiz, qanaqa hakkerlar borligini ko'rsataman. Men o'zimda cheatim ko'rsataman, ya'ni o'zim ham cheaterman desam bo'ladi. Lekin faqatgina rivojlanish paytida sim yangilanganda 15 kunda yangilanganda qo'llayman cheatni. Chunki cheatsiz rivojlanish juda ham qiyin. Shuning uchun men ham cheat bilan rivojlanaman. Xo'sh, menda ikkita turli xil cheatlar bor. Ularni yuklab olishni o'rgatmoqchi bo'lsam, sizlarga bemalol o'rgatishim mumkin obunachilar. Buning uchun commitga cheatlarni haqida video qiling deb 3 ta commit kerak. 3 ta commit olishingiz kerak va yana nima kerak? Videoga like bosishingiz kerak. Ya'ni, bu video yana 20 ta ko'rish olsa va 5 ta like olsa, 5 ta emas, 7 ta like olsa mayli, men klientni, ya'ni cheatlarni qanday ishlatishni o'rgataman. Va siz ham cheater bo'lasiz, ya'ni cheatlarni qo'llashni o'rganib olasiz. Xo'sh. Hakkerlar qanaqa cheatlarni qo'llaydi? Mana shu videoda ko'rasiz. Mana cheatlarimni ko'rib olgan bo'lsangiz, biz videoni davom ettiramiz. Mana shunaqa cheatlardan foydalanishadi. Faqat bunaqa emas, turli xil cheatlar bor va ularni hakkerlar yaratadi. Hakkerlardan ehtiyot bo'lish kerak. Men hozir ko'rsatganim eng yomon cheatlardan biri. Ularning cheatlari esa juda ham mukammal. Menda atigi ikkita cheat bor, lekin zato ular telefon uchun mo'ljallangan va telefonda normalni ishlaydi. Va meniki FPS 60 bo'lgani uchun telefonimda menga mos cheat. Xo'sh.
Yana nima qolib ketdi? Rivojlanishni aytdim. Menimcha hech narsa qolib ketmadi. Agar qolib ketgan bo'lsa uzr. Menimcha video yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Albatta videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Biz tezroq 10 ga bo'lishimiz kerak.